Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ziyoratchilar, endi niyatni umumiy holatda bitta qilamiz yana. Ha? Men aytaman, sizlar qaytarasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. Ey Robbim, niyat qildim umra amalini qilmoqlikni menga uni oson qilgin va mendan uni qabul aylagin. Labbayk Allohumma umratan. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Endi mana shu daqiqadan boshlab ihramga kirgan hisoblanasizlar. Endi xushyor bo'lamiz. Tilimizga, qo'limizga jarimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shunga endi safar duosini qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh. Wallahu akbar. Allohu akbar. Allahu akbar. Allohu akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Parvardigorim, bizni safarimizni xayrlik, barakotlik, manfaatli safarlardan qilgin. Mana shuncha umra ziyoratchilarimiz yaxshi niyatda o'zingni roziligini istab umra amalini qilishga safar qilyapmiz. Safarimizni barakotli, xayrli qilgin. Yo'llarda bo'ladigan ofat aroziy samoviy balolardan, yomon ko'z, hasad, nazar, ziyondan panohingni asragin. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar. Hurmatli jamoat, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-hujjaju val ummaru vafdulloh deyaptilar. Hojilar, umrachilar Allohning mehmoni deyaptilar. Demak, sizlar buyufur Rahman, bugundan boshlab Rahmonning mehmoni hisoblanasizlar. In da'awhum ajabahum. Agar ular Robbilariga duo qilsalar, qabul qiladi deyaptilar. Va in istaghfaruhu ghafara lahum. Ana o'tmishda qilgan gunohlariga pushaymoyib, istig'for aytib, tavbalar qilib, Allohdan mag'firat qilinishligini so'rasa, Alloh taolo mag'firat qilar ekan. Shuning uchun muhtaram birodarlar, duoni, istig'forni, tavbani ko'paytiraylik ekan. Allohumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna bi rahmatika ya arhamar rohim. Endi men o'tirgan joyimda mikrofonda aytaman, erkaklar ovoz chiqaraveramiz, ayollar ichimizda. Shunga labbaykani ko'p aytish kerak. Agar charchasa, uxlab dam olinaveradi, yana aytilaveradi. Shunga labbayk Allohumma labbayk. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك